Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlar akalar. Bugun sizlarga Damaz'ni arzonda video hozir chiqaramiz. Kanaldan yangilar bo'lsa albatta obuna tugmachasini bosib qo'yinglar akalar. Xo'p, bu Damaz'imiz sotilgan ekan, srochno. Mashinamiz navorotlar qilib qo'yilgan ekan, ancha-muncha. Xo'p. Malibu signal, LED faralar, bagajlar, sakaditskalar, mashinaga nimaga kerak bo'lsa qilib qo'ygan ekanlar akamiz. 25 million 30 million atrofida rasxod qilib qo'yganman uka. O'sha chap-chapul chiqib qolsa sotaveraman aytdilar. Yillari 1996-yil ekan. Mashina ko'rib turgan holatlaringda kulishtir hamma narsa pastda oyoq qo'yib chiqadigan hamma yo'q qilingan. Mistrol, Malibu bar, keyin monitorlargacha qo'yib qo'yilgan ekan, Tesla monitorlargacha. Video registrator, o'sha kolonkalar hamma yo'g'i bor ekan mashinamizda. Ko'rib turganlaringdek. Ko'rib turgan holatlaringda akalar. Narxlari $3000. Sal pal tushirib beramiz deyishyapti. Biz kanaldan sizlarni xohlasa narxlarni chiroyli qilib berishadi. Shu akamiz o'zlari ham video hozir chiqarganlar bu. O'zlari bitta bahosini berib qo'yasizlar. Damaz sotiladi. $3000. 96-yil. 25-30 millionga yaqin navrati bor. Monitor, pult, tomdagi bagaj, propallari, hamma narsasi bor mashinaning xudo xohlasa. O'ta Mers rollarigacha. O'zi zarat qiladi qo'llagacha iPhone zaratnilar. Oldingi kameralar Lenovo. Ustida barmarlari. Palagolovnilar. Hamma narsa jihozlab qo'yilgan. Signallargacha choladi. Holatda mana kimga kerak bo'lsa mana 3000 ozgina o'tib beriladi. 1996-yilda ishlab chiqarilgan. Nima desani hammasi bor. Oq lampochkalargacha qo'yilgan.